Oxiri. Baraka bo'ldi. Nech pulga? 100. Mana 3 million 100 ming so'mga mana urg'och to'qli. Baraka bo'pti. Baraka bo'lgan joyidan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 30-yanvar 2026-yil hafta kuniga muborak juma kuni. Hammalaringizga sayyidul ayyom juma kuni muborak bo'lsin. Mana bugun biz Xudo xolasa Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mahallasida joylashgan Chilonzor juma mol bozoridamiz. Mana bugun Xudo xolasa bozorda sotiladigan qo'zilik qo'y, semiz qo'zi, uloq, eshkilar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlarning kanalimizni qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bozor ham o'ziga yarasha bozor. Maydaroq Xudo xolasa bor mollarni narx-navolar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Nechi bo'lyapti aka bu? Narxi 3 million baho qo'ydi. Bo'ladi. 3 million savdo qildik. Buni 2,5 million savdo qildik. 3,5 million. Urg'och to'qlimi? 2,5 ga 3,5 so'rayapti buni. Oluvchilar. 3 million. 2,5 3 million so'rayapti. Akasi nechi pul deyapsiz aka buni? Orasi 500 ming qopti. Ha, 500 ming. Kechsin. Burasi 3,5, burasi 3. Bo'larmi, o'tar qaytar bormi? Bergay Bahodir aka. Savdosiga 3 million so'm beradi. Mana urg'ochli to'qlilar savdo bo'lyapti Agar mana. nima qilsangiz, uyingizga ham borib olamiz, Bahodir aka. Yana bormi? Bu ham qish ko'rsatadi. Jem kerak bo'lsa yemish kerak bo'ladi. Hali vaqt fevral ham qor deyapti. Ha, bu yana Alloh biladi-da. Savdo qilaveringiz mana. Bergay Bahodir aka. Niyat qilib olyapti sizdan ham bir to'qla olay qanday. O'tgan qaloq ko'rdim, ololmay indamay ketdim-da. O'g'lim o'zining xususiyat bachchasi savdoga kirmadi. Aka qo'zilik qo'y nechi bo'ldi bu? 8 dan 9 dan. Savdochi? Meni aydachilar bir kala har kelganda meni har doim bir kala meni beradi. Taka nechi bo'lyapti taka? Ha? 3,5 deyapsiz, 2,5 savdosi bo'lyapti bu. Yem bunada 8 million. Qaysin aka bu maydan 800 beryapsiz? 8 ga ber deyapman uloqchani. Nechi pul deyapti? Uloqchani 900 bo'lsa ol deyapti. 8 bo'lsa ber deyapti. Urg'ochi uloq mana 8 ming savdo bo'layotgan ekan. 900 bo'lsa ol deyotgan ekan mana. Aka nechi pul savdo bo'lyapti bu? 3 million 900 ming so'm. 3 million 900 ming savdo bo'lyapti. Qo'shqor qo'zimi? Ha, urg'och qo'zi ekan, semiz qo'zi 3 million 900 ming so'm savdosi bo'lyapti. Aka siz nechi pul deyapsiz? 4 dan oshing. Ha, 4 dan sal chiqsa baraka deyapti aka. 4 millionni o'zi bo'lsa nima? Aka bu nechi bo'ldi qo'zlari? 66 top bo'lsa baraka bo'ldi. Ha, 66 ga oldingizmi? Mana shu yigitdan oldim. Bo'yda 6 million 600 ming so'mga baraka bo'pti mana. Alloh barakasini. Ha, barakasini bersin. Yo'q, ketgan. Domla taka uloqda nechi bo'lyapti? Buni 7? Ha, 1 million 200 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Siz nechi pul so'rayapsiz? Qaysini? Buni taka uloq. 3 bo'lsa ol dedi. Buni nechi bo'lsa ol dedingiz. Bu urg'ochimi? Urg'ochim 900 so'rayapti. Ha, urg'och uloq 900 ming so'm savdo bo'layotgan ekan. Bunisi 1 million 200 ming so'm 1 savdo million bo'layotgan berdi ekan. endi urg'ochim. Urg'ochiga 1 million berdi deyapsiz. Ha, yechkilardan bir yechimni tushirib. Aka uloqlar echki nechi bo'ldi uloqlar echki? 8 bo'lyapti. 2,5 deyapti. 1 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti, 2 million 500 ming baho aytyapsizmi? Uloq echki 1 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi. Ikkinchi bolasi ekan. Bolasi urg'ochimi, taka uloq? Bolasi taka uloq. Bu semiz savdoq nechi pul? 5 million 500 ming deyapsiz. Savdochi? 4 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Bu hali ham bitmadimi bu taka uloq? Takolar
Siz chorvador endi bir 50 ming tushib bering dedi o. Ha? 1 milyon 100'dan 100 ming tushib ketdi. Mana 1 million. Necha so'rayapsiz aka? 950 ming so'm so'rayapti. Bobo 1 million ber deyapsizmi? Ha. Bobo 1 million ber ekan ekan mana. Takola. Bu echkilar necha bo'ldi aka? 1 million 300 bo'lib qoldi. Bo'g'izmi? 1 million 300 ming so'mdan savdosi o'tdi. Mana shu mana. Savdo pishdimi? Ikkalasi 4 million so'mdan 8 million so'mga baraka bo'libdi mana. Nechtani oldingiz eshami? Shu ikkovini oldim. Uchoviga bo'lmadimi? Uchoviga doktor vaqt bo'lmadi. Doktordan men qarzdor bo'ladigan bo'ldim. Ha, barakasini bersin mana. Olganga ham, sotganga ham. 8 million so'mga mana ikkalasi baraka bo'libdi mana. Ali bor. O'rtada 30 ming qolibdi, 30 ming. Bering voy, bering endi. 960 ming so'm bo'ldi mana. O'rtada 20 ming qoldimi? 80 ga tushmaydi. Ha. Barakami? Bolalar ishini ishi bo'lib qoldi. Savdosi. 2 million 500 aytilyaptimi? Savdochi. 2 million? 2 million uchun savdo bo'ldimi? Ha, 2 million uchun savdo bo'lganda bozorda turmas edi-ku. Aka qaysini so'rayapsiz buni? 11 million Qaysi uchta? Mana shu uchtasi. Oq oyoqdan buyog'i ushog'i 11 million bo'lyapti. Mana o'shalasi 12 million deyaptilar, 11 million so'm so'rayapmiz. Bang, doktor bu barakani. 11 million so'm mana savdo kerak ekan. Mana shu o'shalasini. Uchta. Yo'q, ko'rib qo'ymaysiz. Bak, eshitdik. Barakami 11 million. Nega o'ynab turibsiz? Rozi bo'lib bering, akajon 11 million so'm chiqyapti ushog'i. 12 million so'm berdik ekan mana uchtasi bir joyda 11 million so'm savdosi bo'lyapti. Bering aka. Qo'ziloq necha bo'lyapti aka? Qo'ziloq 5 million bo'lyapti savdosi. Onasi bunami? Ha, shu. Ha, chekadagi ekan. 5 million savdosi bo'lyapti. Nechinchi bo'lasiz? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bo'lasiz. Siz nech pul deyapsiz aka? Shu 6 ga yaqinlashaveraman. Ha, 6 ga yaqinlashsa beraman degan. Bularcha ular qisirmi aka? Bular kechkira bo'g'az. Bular nech pul bo'ldi? Savdo bo'ldimi yo'qmi? Bular 4 million so'm. Ha, 4 million so'mdan savdosi bo'ldi. 5 ga yaqinlashaveraman. Ha, 5 millionga yaqin bo'lsa, bu ham berilar ekan mana. Kechqurroq bo'g'iz deyilyapti. Aka qushqor qo'zilar necha bo'lib qoldi? Qo'zilarni 6 dan beradi. 6 milliondan deyapsiz. Savdosi-chi? 6 million so'mdan narx aytilayotgan ekan, mana savdosi yo'q.